Jo'xa, keldingmi? Assalomu alaykum janob. Va alaykum. Senga bitta ish bor, ishlaysanmi? Qanaqa ish? Kuryerlik qilasanmi? Mayli ishlayman. Xo'p, unda uyingga borib tur. O'zim senga xabar qilaman. Mayli, xo'p, rahmat bratan. O yaxshi bo'ldi. Kakras o'zi bitta ish kerak bo'lib turganda, jitel qilaysan. Nima qanaqa ishga kirding? Kuryerlikka. Qanaqa kuryer, nima narsa tashiysan? Bilmadim, mana janob aytdi, kuryerlikka ishga kirasanmi dedi. Ha dedim. Mayli, hozir keyinroq kelasan, xabar qilaman dedi. Ha, ish qilib yaxshi narsa tashigida yomon narsalarga aralashib ketma. Qanaqa yomon narsalarga? Misol uchun aynagan narsalar tashima deyman-da. To'g'ri aytibsan, to'g'ri. Misol nima aynishi mumkin? Endi bilmadim endi. Aynaydigan narsalar ko'p-da. To'g'ri aytasan. Mayli, nechivo, biz unaqangi yomon ish qilmaymiz, bilasan-ku, aqlli bolaman-ku. Ha, aqllisan, aqlli, malades, gap yo'q. Bo'pti, короче, men ketdim. Короче, hozir nima ish qilmoqchiligim esimdan ham chiqib ketibdi. Nechivo, mayli, короче, hozir aytgancha polzikinlarim bor, o'shalarni tozalashim kerak. Axir janob mer keyin agar olib bormaganimni bilib qolsa yig'laydi. O Jo'xa, nimaga sen hech narsa olib kelmayapsan deydi. Keyin nima deyman? Nima deyman, bilasizlarmi? Hech narsa deya olmayman, gapira olmayman janob mer oldida, keyin gapira olmayotgan bo'lib qolaman. Polzingga qarab turibman. Pul ber menga. Senga nima pul berishim kerak? Qorovullik qilib turibman, ko'rmayapsanmi? Yo'q, menga qorovullik qilish kerak emas, qoch uzoqda o'ynash. Endi sen короче, ishlagan ustiga tepayapsanmi? Ya'ni nima edi? Tepganga o'rganib, короче, bo'ldi, gapirmayman. Bo'pti, gapirma, короче. Ana endi polzi ekinlarni yig'ishtirib chiqish kerak. Mana bu yoqdagi ekinlarni tezroq sabzilar takkoy pishib qolgan. Normal hammasi. Bu tomonda bug'doylar bor. Bug'doylarni ham yig'ishtirib chiqishim kerak. Nari tomonda esa kartoshkalar, hammasini yig'ishtirish kerak. Bilmayman nimaga bugun hosil biroz kamdek tuyulyapti ko'zimga, lekin rostdan ham yo kammikan, bilmadim. Sizlar kommentariy yozib boringlar, qani kammi ko'pmi? Chunki sizlarga aniq ko'rinadi. Xo'sh, mana daraxt to'g'risigacha ekib kelish kerak, atak normalni. Bu tomonni esa dakasi ekib ketish kerak. Mana cho'tka. Bu tomonga esa sabzilarni ekamiz. Sabzi bilasizlarmi nima qiladi? Sabzi bo'yda o'stiradi. Bo'yda o'stirganda ham vobshe o'stirib yuboradi. Bo'ylaring 2 metr bo'lib ketadi. O'shuning uchun ko'proq sabzi, kartoshkalar yeyish kerak. Chunki ularda vitamin sirop. Sirop degani bilan sirop emas. Bizga ber vitamin. Mana senlarga bittadan vitamin beraman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Endi kartoshka ham ber. Kartoshkada ham vitamin bor, mana sen. To'xta. Polzim ichiga kirib ketdi vitamin. To'xta, vitaminni senga tashib beray. Mana va mana. Rahmat. Boringga shukr, rahmat kattakon. Arzimaydi. Vitaminni mazza qilib yeylar, xo'pmi? Xo'p. To'xtanglar, men bugun bir yaxshi ish qilaydi. Jetellar hammasiga vitamin tarqatib chiqay. Voy jetel, to'xta, mana senga vitamin. O'zimda ham bor edi. Mayli, necha ortiqchasi bilan hech narsa qilmaydi. Bu yerda yana portlash yuz beribdi. Obbo, shu uyda bilmayman, kuniga bir 8 marta portlash yuz beradi. Egasi bor, haqiqatan ham bir doim bir joyga qichib turadigan odam, doim portlatib yuboradi shunaqa qilib. Mayli, bizga vashiyati farqi yo'q. Men olovni o'chirishga yordam beraydi. Nima deyapman? To'q o'chirdim, yaxshi. Bo'ldi, ana endi telefonim kelyapti. Alo, eshitaman. Jo'xa, kel, ishni aytaman. Bo'pti, hozir sog'liqlarni to'lab kelay. Mayli, tezlash. Xo'p. Qanaqa ish ekan? Vobshe qiziqib ketyapman, lekin to'g'risini aytsam. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, keldingmi Jo'xa? Yo'q, kelmadim, uyimda o'tiribman. Hazillashma. O'zingiz boshladingiz. Nima gap? Sog'liqlarni olib kelgandim, janob mer, hozir mana har doim joyiga qo'yib ketaman. Yaxshi. Sen qanaqadir ishga joylashaman deb baqirib yuribsan? Kuryerlikka mana bratan aytdi, kuryer bo'lasan dedi. Mayli. Oylikda menga berarsan-a? Hali oylikda gaplashib ko'rmabman lekin. Gaplash tezroq, oylik bermasa ishlama. To'g'ri aytasiz, lekin mayli, hozir boraman. Bo'pti. Mayli, rahmat janob mer. Rostdan ham janob mer to'g'ri aytyapti, ya'ni oylikda gaplashmabman. Obbo, mana uyda yana yong'in bo'lyaptimi? U kun bo'yi yonadi, bor 5 mahal yonadi bir kunda. Ketmonimni keyin qo'yaman. Bratan, nima gap? Keldingmi? Obbo, siz ham shunaqa qilyapsizmi janob merga o'xshab? Yo'q, kelmadim, uyimda o'tiribman. Hazillashmayap, o'zingiz birinchi hazillashdingiz. Yaxshi. Karoshda qishloqni ana chap tomonda kirish qismida buyurtmalar keladigan joy bor, bilasanmi? O'sha joyga borsang, mototsikl turibdi. O'sha mototsikl haydaysanda buyurtmalar bor. O'shalarni bu yoqqa olib kel. Shu yerga olib kelaymi? Avval shu yerga olib kel, keyin esa tarqatib chiqasan. Tushunali, lekin mototsikl yuradimi? Конечно yuradi. Axir u dastavka ketkazib beriladigan mototsikl. Bo'ldi, gap yo'q, lekin qanaqa mototsikl o'zi haydashni bilamanmi? Avval ham haydagansan-ku. Bo'pti, mayli, unda men ketdim, hozir borib kelaman. Birinchi ketmonimni uyimga qo'yib olishim kerak, chunki
ketmonni olib bormayman u dastavka olib kelishga. Xo'p, hozir buni ketmonni shu yerga tashlab ketaman. Tak, ochil simsim, yopil simsim, ochil simsim, yo'qopil simsim, normalniy simsim, молодец simsim. Bo'ldi. Qishloqning narigi tomondagi chap tomondagi buyurtma yetkazib beriladigan joyda dedi. Qayerda buyurtma yetkazib beriladi? Tushunmadim. Ikkita uy birdaniga rasvos chiqqan qaranglar. Mana o'chmabdi hali ham. To'xtanglar. Bu cho'ta yonib o'chmasa o'chmaydiganga o'xshayapti. Bu yerdagi blok ustidan chiqib o'chirib bo'lmayapti-ku. To'xtanglar hozir eshik ustidan. Obbo, eshik ustidan o'chirib bo'lmaydimi? Okey, o'chirdim mana normal. Bo'ldi, endi borib buyurtmalarni olib kelishim kerak. To'g'risini aytsam, mana shu yerda o'zi o't o'chiruvchi bo'lib ishlasam bo'lar ekan. Hamma uylar yonganda men borib o'chirishga yordam beraman bularga. Mayli, ha, mana buyurtma beriladigan joy mana shu yerda mototsiklni qaranglar, mototsikl iti ekan bor, lekin gap yo'q. Patnoshkaga trap qo'yilgan ekan, bilmadim qanday haydab ketaman. Kuchim yetamiki haydashga bilmadim. Bu yerda buyurtmalar pizza va buni nomi nima ekan? To'xtanglar. Buni nomi yozilmagan ekan. Hot dog ekan, hot dog. Normal hot doglarni ham borib tarqatib boraman egalariga, demak. Birinchi meni yonimga haydab ketadi. Qani buni qanday haydayman? Narsalarni qaranglar. Bismillah, qani. Buni salon yo'q-ku, bu oddiy mototsikl. Bunga salon bo'ladimi? Tak, normal. Endi tezligini sinaymiz. Qani. Yaxshi, juda ham tez yurar ekan, lekin bor. Tak, buni qanday oldini ko'tarsa bo'la, oldini ko'tartirib haydamoqchi edim. Atak menimcha qiyin oldini ko'tarib haydash. Janob merdi mashinasini ko'ryapsizlarmi? Chevrolet bir balo qochib tur. Qoch urib ketaman. Oy jinnimisan, qoch desa qochmaysan. Urib ketsam dabdaling chiqadi. Ay, ozgina qoldi bor. Ozgina qoldi. Bu tomonga tushar ekan. Nimaga bu tomonga to'xtab bu tomonga tushdim? Hayronman, mayli. Lekin vahshiy dahshat ekan, asla kommentariy yozib qoldiringlar. Menimcha rostdan ham dahshat ekan. Janob olib keldim. Yaxshi, tak, bitta nimani pizzani qo'ychi bu yoqqa. Mana pizza. Yaxshi, buzilmagan holatda yetib kelibdi. Endi buni JTlarga tarqat. JTlarga tarqat hammasinimi? Hammasini. Puli to'langan hammasini. Qanaqasiga to'langan? Ular zakaz qilayotgan vaqtida kartadan to'lashgan. Tushunarli. Mayli, unda tarqatishni boshlayman. Birinchi bittadan pizza tarqat. Yo'q, aytgancha bittadan pizzani yoniga bittadan burger ham tarqatish kerak. Demak bitta pizza, bittadan burger tarqataman, shunaqami? Xuddi shunaqa. Shunaqa qilib tarqatib chiqibmi? Mayli janob, men ketdim unda. Bo'pti. Aytgancha oylikni gaplashmabmiz u. Aytgancha oylikni qancha berasiz? Hozir shu narsalarni tarqatib kelsang, men senga $1 beraman, bo'ladimi? Bo'ladi, lekin ozroq kamdek tuyulyapti-yu. Mayli, sizga endi yordamimda birinchi martaga. Shunaqa, birinchi martaga kamroq pul beray, keyin ish kuchaydigan bo'lsa ko'proq pul olasan. Mayli, biratan ketdim unda. Mayli, tezlash. Xo'p. Yaxshi bo'ldi. Senga pizza zakaz yo'qmidi? Yo'q, men pizza yemayman. Bo'pti, o'zing bilasan, qochib tur. Tak, bu yerda mana yerda manzillar bor. Manzillar bo'yicha tarqatishim kerak. Birinchisi qo'shnimga ekan o'zimda. Tak, qaysi qo'shnimgaligini hozir borgandan keyin ko'raman albatta. Tak, mana bu tomonga burish kerak asta. Mana shu yerda, mana shu yerga to'xtatamiz birinchi, tushaman. Obbo, buni ustiga tushib qo'yibman ekan, yaxshi. Hech kim yo'q, hammayli qo'yib ketaman shundoq. Tak, bu yerga buni qo'yaman, bu yerga buni qo'yaman. Mana takoy normal, yo'q, ketamiz albatta. Qalay mototsiklim? Zo'r ekan, meni biday. O'zi shundoq minib turibsan-ku. Bo'ldi, tushaman hozir. Tushdan minib o'tirma birodar mototsiklga. Tak, hozir orqaga minib o'pman-ku. Nimaga buyurmayapti desam, orqaga minib o'pman. Tak, hozir voy, shaxtaga kirib ketmayman bo'lsam, to'xta. Ozgina qoldi, ozgina ko'ryapsizlarmi? Ozgina qolmaganda, lekin bor bitta joyga kirib ketishi mumkin edi. O'shaning uchun sekingina tushish kerak. Obbo, oldin u tomonga tushdim, endi bu tomonga tushdim. Qanaqa g'alatilik bu? JTlar senlarga dastavka keldi. Pizza keldimi, pizza? Pizza keldi. Mana senga bitta adashmasam, senga bitta va senga bitta hot dog va senga bitta hot dog. Rahmat, biz pulni to'laganmiz. Nima qilyapsanlar? Ko'z urishtiryapmiz. Qaysi birinchi ko'zing uryapti? Men yegib turibman hozircha. Qanaqa jang qilyapsizlar? Bokslashtiryapmiz ko'zlarimizni. Yaxshi, молодец. Ish qilib kurash tushmanglar-da, otishmanglar undan ko'ra. Bo'ldi, короче, ketdim. Endi keyingi dastavkani yetamiz albatta. Unisi qayerda edi? Mana bu yerda ham bor ekan. Menimcha hamma JTlar uyiga bittadan bo'lsa kerak. Tak, bunga bitta bor ekan. Hozir bunga kirsak, buni egasi bilmayman, nimagadir uyiga kelmaydi, lekin qanaqasiga yeydi buni bilmayman. Короче, kelib qolar, balki zakaz qilib turib kelgandan keyin yemoqchi bo'lgandir yoki nimadir reja o'ylab topgan xullas. Tak, buni verstag ustiga qo'yib bo'ladimi? Bo'lar ekan. Buni pechka ustiga qo'yib ketamiz, chunki yerga qo'ymaylik. Tak, normal.
Hozir endi yana keyingisiga o'tamiz. Jitelni urib ketaymi borib. Urmas ekanman, urolmas ekanman o'zi. Shantajda chunki yozib beradi. Keyin dabdala bo'ladi. Jarima to'lashim kerak. Bu yerda ham qo'yishga joy yo'q ekan. Mayli, yerga qo'yib ketaveramiz, lekin yerda tarakanlar hujum qilishi mumkin. Tak, mana bu uyda ham bor ekan. Mana bu uyda bor ekan. To'xtaylik, mototsikl bilan bo'lamiz. Chunki bir qadam bo'lsa ham bizga mototsikl berishgan, mazza qilib minib olish kerak. Tak, bo'ldi, mana shu yerda turib tursin. Tak, bu yoqqa kiraman. Bu yerda ham joy yo'q ekan. Mayli, shuni qo'yib ketamiz. Farqi yo'q. Keyingisini ko'rayinchi. Kafeda ham zakaz bor ekan. Kafega ham zakaz. Avval bu yerga ham bor ekan. Bitta buni tarqatib chiqay, keyin kafedagiga boraman. Qani, podyomda qanday turar ekan? Yaxshi turar ekan, normal. Bu yerda na stol bor, na stul bor, na boshqa narsa bor, na egasi bor. Egasi ham hattoki. Bu bega uyda bilmayman, yangi ko'chib kelganmi, zakaz qilgan yoki zakaz qilib turib ko'chib ketganmi boshqa joyga bilmayman. Mana kafega 4 ta zakaz qilingan ekan. 4 ta tarqatishim kerak. Juda ham yaxshi. Hozir assalomu alaykum bratan. Va alaykum. Jo'xa, nima gap? Dastavkalarni olib kelgandim. Yaxshi, qo'yish yerga. To'xtang, pullaringiz ko'p ekan-a? Ko'p. Nima qarading birovni puliga? Kechirasiz, bilmasdan qarab qo'yibman. Mayli, qolganini stol ustiga qo'yib chiqaver. Ha, stol ustiga qo'yaman. Tak, burgerlarni mana shu yerga qo'yib ketaman. Hozir to'xtang. Tak, hozir mana bu yoqqa qandaydir qo'ygandek bo'ldimi hozir? Mana qo'yamiz. Okey. Endi pizza 4 ta qo'yib chiqdim aytgancha. Bu yerga 2 ta burger qo'yib chiqaman. Tak, hozir buni qandaysiga qo'yib chiqdim? Mana va hozir mana bu yoqqa qanday qo'ydim hozir? Qanday qo'ydim? Tak, mana va ustiga qo'yib yuboribman, dabdala bo'lib qoldi. O'zi 4 ta bo'ldi aytgancha, bo'ldi, bosh qo'ymayman. Bo'pti, bratan, ketdim. Mayli, rahmat. Arzimaydi. Bu tomonda ham, mana bu yerda normal ekan. Sizlarga dastavka bor. Bilamiz, qo'yib ket. Jitellar g'alati gapiryaptimi? Bizning ovozimiz shunaqa bo'lgan. Sizlar ikkitadan zakaz qilgan ekansizlar? Shunaqa. Mana bo'ladimi? Rahmat. Bo'ldi, qarochi. Endi keyinlariga o'tsam ham bo'laveradi.